Mavzudan uzoqlashmaymiz. 1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan viloyat qon quyish markazida Adolat sotsial-demokratik partiyasi tashabbusi bilan an'anaviy "Bor mehrimiz senga bolajon" shiori ostida 3 kunlik beg'araz donorlik aksiyasi tashkil etildi. Ko'p yillardan buyon ezgu an'ana sifatida o'tkazib kelinayotgan mazkur xayriya tadbirida bu yil ham yurtdoshlarimiz faol bo'lmoqda. Ertalab soat 8:00 dan boshlangan aksiyada partiya faollari, yoshlar, turli soha vakillari hamda ko'ngilli fuqarolar ishtirok etib, bemor bolajonlarning sog'ligini tiklashga o'z hissalarini qo'shish istagini namoyon etdilar. Aksiya davomida donorlar tomonidan topshirilgan qon va ularning tarkibiy qismlari viloyat bolalar shifoxonasining gematologiya bo'limida davolanayotgan bemor bolajonlar uchun yo'naltiriladi. Fuqarolarimizni befarq bo'lmasdan shu bizni kelajagimiz bo'lgan yoshlarimizni sog'lig'i uchun kelib qon topshirib, nafaqat bolajonlar uchun, balki o'zlarining sog'lig'iga ham katta foyda bo'lishini anglagan holda fuqarolarimiz kelib qon topshirishyapti. Aziz yurtdoshlarimiz, siz bergan qon kimningdir farzandini, hayotini saqlab qolishi mumkin. Beg'araz donorlik nafaqat bir inson hayotini saqlab qolishi, balki ko'plab oilalarga umid va ishonch bag'ishlashi mumkin. Mazkur aksiya ezgulik, saxovat va mehr-muruvvat bayramiga aylandi. Donorlar tomonidan qilingan bu beg'araz ehson ko'plab bolajonlar hayotini saqlab qolish va ularning sog'ayib ketishiga xizmat qilishi shubhasiz. Eslatib o'tamiz, aksiya 3-iyunga qadar davom etadi.